Hozir bu davlatda qaramog'idagi odam eshigini boshlab ochib yuborgansizlar. Xalqning narsallari bor, boya bitta. Bugun keldim deyapsiz. Bugun kelinmagan bu yerga. Man English o'qituvchi. Yordam beraman. Не, все четко. Не, нормально, все хорошо. Все. Вы улыбнитесь, все нормально будет. Какой улыбнуться? Какой черт улыбнуться? Уже смотришь. Помогите. Максим, Yordam ber. bolangiz yo'qmi, farzand bor? Потом я вам yordam отдам. Все, хорошо, четко. Я все знаю. Ой. Kelib yuqorisizlar. Bitta odam turadi mana. Akkuratni ko'rasizlar, akkuratni. Lekin suv yo'q. Gazchi. Suv yo'q. Gaz ham yo'q. Svetni borligi Qaqa qarashyapti. Bitta svet bor, bittasi ukam. Akkuratni yana toza qara chista. Lekin ichki suv yo'q, suv. Mana g'alati-ku bu. Qarashmaydimi? Nima qilishgan boshim qotqon o'sha suv pullari yo'q. Как будто o'ldirish. Ой, моя yordam. Вот mana. Kerak ko'ring narsalar bor. Ой, не могу. Mana. Если хотите сметана кушайте, если хотите колбаса, если хотите Сметану тушенка. давай, сметану положи. Сметана? Свежая, да? Да, свежая. Вот. Положи, я сейчас с хлебом покушаю ее. Не, вот булочки есть. Не хлеб, булочки есть. Ой. Не, чё-то. Ой. Peshini quplab, специально ketishgan deyishyapti. Mana aytishyapti. Hozir qarang, siz nima ish qilasiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Nima ish qilasiz? Ana вот ходит. Qarang, bu yerda eshik anchadan beri ochilmagan. Uyda suv yo'q. Qanaqasiga siz ovqat olib bordim deyapsiz? Qanaqasiga siz eshikni quplab ketdim deyapsiz? Menga bilasizmi? G'irt begona odam 2-3 marta ko'rganim uchun aka men sizga oxiri gapirdim deb chaqirdim, men kelib eshikni ochdim. Uyda hech narsa absolyutno yo'q. Menda videolargacha bor. Uyda даже suv yo'q. Mayli, tushundim. Siz javobgar shaxsmisiz bu yerga? Men borganimda ham suv yo'qama. Agar o'chirib qo'ygan bo'lsa-da suv yo'qama, hamma to'letdan qarab suv olib gazga qo'yaman. Gazdan qasam qo'yganman, gaz yo'qorman. Uy sizni nomingizga o'tganmi? Shunday siz qaraysizmi? Yo'q, qarang, men eshikni ochadigan bo'laman. Hozir bu davlatda qaramog'idagi odam eshigini boshlab ochib yuborgansizlar. Xalqning narsalari bor, boya bitta narsalarni olib borganimda. Men viza olganman. Mana hech narsasi yo'q, xalatiningda, pusto xalatiningni to'ldirdim.